Assalamu alaykum. PHP yürüyüşlük dersine hoş geldiniz. Bugün PHP'deki sallıq məlumatlar tiplerini görüp çıkımız. PHP'deki özgərgüç miqdarlar oxşamagan tipdeki sallıq məlumatlarını saxlaydı. PHP tövəndəki çoğun iki sallıq məlumatlar tiplərə bölündü. Birincisi, asaslıq sallıq məlumatlar tipləri, ikincisi birikmə sallıq məlumat tipləri. Asaslıq sallıq məlumatlar tiplərdə string, integer, float, boolean var. String dediğimiz hərf yoki tekstlərdən sallıq məlumatlarını aniqlıqlı bolduğan sallıq məlumatlar tipidir. Integer bo'lsa bütün sonini o'z ichiga olgan sonliq ma'lumotlar tipidir. Float bo'lsa ulug' kasrni o'z ichiga olgan sonliq ma'lumotlar tipidir. Boolean bo'lsa true yoki false qiymatini qaytaradigan sonliq ma'lumotlar tipidir. Birikma sonliq ma'lumotlar tiplaridan array bilan object bor. Array bo'lsa sonlar qatori faqatla birla o'zgarishchan miqdor bilan ko'plagan qiymat saqlay oladi. Object bo'lsa obyektlarning sonliq ma'lumotining qanday ishlatilganligi to'g'risida uchurlarni o'z ichiga olgan sonliq ma'lumotlar tipidir. String, masalan, salam dünya deganga o'xshash harf yoki so'z birikmasidan yoki tekstni tashkil etadi. Harf yoki so'z birikmasiga qiymat bergan vaqtimizda qo'shtirnoq yoki yalantirnoq qo'llaymiz. Endi integer qiymatiga kelaylik. Bütün sonliq ma'lumotlar tipi musbat 2 milliard 147 milyon 483.648 bilan 2 milliard 147 milyon 483.648 aralig'idagi o'nliq kasr bo'lmagan bütün sonlarni o'z ichiga oldi. Bütün son bo'lish uchun bütün son kam deganda bir xonni o'z ichiga olgan bo'lish kerak. Bütün sondan o'nliq kasr chekiti bo'lmasligi kerak. Bütün son musbat yoki manfiy bo'ldi. Float bo'lsa qisqacha o'nliq kasrlik sonlardir deb tushunsak bo'ldi. Boolean bo'lsa ikki xil holatga vakillik qildi. True yoki false. Array qiymati sonlar qatori faqat birlab o'zgarishchan miqdor bilan ko'plagan qiymat saqlay oladi. PHP tilida obyektlar sonliq ma'lumotdan qanday ishlatiladiganligi to'g'risida uchurlarni o'z ichiga olgan sonliq ma'lumotlar tipidir. PHP'da obyekt qurish uchun eng oldi bilan bir klass qurishimiz kerak. Undaqda yuqorida o'rgangan nazariyamizni amaliyotga tatbiqlab boqaylik. Undaqda birinchi qadamda ZAMP serverimni qo'zg'atib olaman. Men qo'zg'atib oldim. Ikkinchi qadamda kod editorini ochaman. PHP dokumentiga hujjatimizni tanlab beraylik. Undaqda editorimda yangi bir hujjat qurib olaman. İsmi ifodalar bo'lsin. ifodalar.php hujjatimni ochdim. PHP'de harf yoki so'z birikmasiga qiymat bergan vaqtimizda cho'qim qo'shtirnoq yoki yalan tirnoq qo'limizda do'q. Undaqda ko'rib chiqaylik. Hozir text 1 va text 2'de bir xil o'zgarguvchi miqdor berdik. Text 1 ga merhaba dunyo deb yozdim. Text 2 ga salom dunyo deb yozdim. Text 1 ga qo'shtirnoq ishlatdim, text 2 ga yalan tirnoq ishlatdim. Endi bu yozgan o'zgaruvchan miqdorni echo buyrug'i orqali ekran bostirib chiqaraydi. Ctrl S qilish orqali Torga o'chim kelmam localhost PHP document deydi. Men ifodalar.php deb ism bergandim. İfadeler. Merhaba dünya ve salam dünya deb yozilgan o'zgaruvchan miqdordagi qiymatini ko'rsatib berdi. Men buni taqma aniq ko'rish uchun echo yalan tirnoq BR degan HTML kodunu qo'shib qo'yman va taqma aniq ko'ra olamiz. Merhaba dünya, salam dünya deb ikkinchi qo'rg'a salam dunyoni yozib olgan bo'ldi. Bundaqda PHP'da integerga qanday qiymat beramiz uni ko'rib chiqaylik. Avval tanlaylik. Ctrl K C deb bosam yozgan kodlarimning hammasini izohlaydi.
PHP'de integer yani bütün sonlarga qiymat bergan vaqtimizda eng avval dollar işaretidan keyin bir o'zgaruvchan miqdorga ism beramiz. Son bo'lsin. PHP'de bütün sonlarga qiymat bergan vaqtimizda qo'sh tirnoq yoki yalang tirnoq ishlatmaymiz. Bevosita son ishlatsak bo'ldi. 1991. Cheklik 5 bilan oyoqlashtirman. Vardan deb tırnak açqandan keyin o'zgargich miqdorini ichiga kirdim va chekitlik 5 bilan oyoqlashtirdim. Vardan degan o'zgarishchan miqdordan keyin qiymatining integermi yoki stringmi qaysiga oid shuningki turni man ko'rsatib berdi. Ctrl S qilish orqali saqlayman va tor ko'chimni yangilagandan keyin 1991 degan qiymatimni menga keldi va bu yerda int deb integer yani bu bir butun son deb menga 1991 dan keyin butun son bo'lganligini menga ko'rsatib berdi. Albatta biz bu yerda echo degan buyrug'imizni ishlatish orqali ekranga qiymatimizni yozdirib chiqara olamiz. Tor ko'chimizni yangilasam 1991 dedi. Men bu yerga texmo yaxshi ko'rinish uchun echo echo br degan HTML da o'rgangan quratlash buyrug'imizni bu yerda ishlatdim. Ctrl S qilish orqali kirayli 1991 deb yozdim. Undaqda yuqorqi kodlarimni izohlab o'tay. Tuvanda PHP'da float yani onluq kesirga qanday qiymat beramiz onu ko'rib chiqaylik. Dollar işaretidan keyin o'zgarishchan miqdorimga bir ism berma, ismi x bo'lsin, x dan 19.5 bo'lsin. Cheklik 5 bilan oyoqlashtirman. Var dump degan buyruqim orqali o'zgarishchan miqdorimni tirnoq ichiga kelib olaman. X cheklik 5 bilan oyoqlashtiraman. Va Ctrl S qilish orqali ekranga yozib ko'rib boqay. Ekranni yanglayman. Float 19.5 deb yozib berdi. Undaqda yuqorqi kodimizni izohlaylik. Tuanda PHP'da boolean yani shartli ifodalarda true yoki false degan qiymatni bizga qaytarib beradigan ifodamizni ko'rib chiqamiz. Undaqda o'zgaruvchan qiymatimizning ismini beraylik. Control olsun. Control tang true olsun. Cheklik 5 bilan oyoqlashtirman. Echo control degan o'zgarishchan miqdorimni yozdirib Ctrl S qilaman. Bizga ber degan qiymatni berdi. Agar bu yerda false olgan bo'lsa, bizga hech qanday qiymat bermaydi. Bizning bu yerda booleanga qiymat bergan vaqtimizda diqqat qilgan nuqtamiz cho'qim true yoki false degan qiymatni berishimiz kerak. Yuqorqi buyruqimizni izohlaydi. Tuanda biz PHP'da array yani sonlar qatoriga qanday qiymat beramiz uni ko'rib chiqaylik. Sonlar qatori bo'lsa bir o'zgarishchan miqdor bilan ko'plagan qiymatlarni saqlay oladi dedik. Unda ko'rib chiqaylik. Bir o'zgarishchan miqdorga ism beraylik. Sonlar bo'lsin. Tam array deb yozdirman. Tirnoqni ichib ichiga qiymat kerak. 0 1 2 3 4 5 bo'lsin. Tirnoqni cheklik 5 bilan oyoqlashtiraman. Echo sonlar degan o'zgarishchan miqdorini eklab, buning ichidagi men xohlagan bir qiymatni olsam bo'ldi. PHP'da sonlar qatori 0 1 2 3 4 deb bundan ma'lumdir. Shuningga men 1 degan yoki 2 degan qiymatni yozdirmoqchi bo'lsam, bu 0 1 ya'ni birinchi qiymatimni yozarsam cheklik 5 bilan oyoqlashtirib, Ctrl S qilsam, mana bu yerda 2 degan qiymatni berdi. PHP'da obyektlarga qanday qiymat beramiz, ya'ni object bu mazmunni hozir so'zlayman chunki biroz murakkab bo'lib ketdi. Keyingi darslarda so'zlashni qaror qildim. Undaqda bugungi darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Hammaga rahmat.